Atako'larni ham tashlab yuboramiz, soqqasi bagir bo'lsa. Hop, mumkin emas narsalar. O'zi ko'p narsalar emas. Aslo ya'ni kimyoviy moddalar. Keyin bir ikkita o'zi ana hujjatsiz narsalar bo'lib qolishi mumkin. Bezdagi men narsalar, zarari bor narsalar, kimyoviy moddalar, ana suyuqliklar bo'lsa tashib beramiz, lekin juda ehtiyotkorlik, upakovka, ana bachoklarda bo'lsa tashib beramiz. Qizlarni tashimaymiz. Qizlarni orta olmaymiz. Chunki qizlar yuk emas deylar. Uli tashiganmiz. Xullas, Covid paytda manda Ford haydardim-da unda. U ham yuk tashiydigan katta gruzovoy mashina Ford edi. Xullas, men nimaga tashiganman u paytda? O'zimiz ham o'sha bir xil sabab bilan borib qolganmiz, shu Covid больницаga-da. Borganimizda bitta o'likni tashish 1,5 million, 1 million 200 xolasang shu, xolasang yo'q. Kuniga 4 ta 5 ta mana shunaqa o'lik tashiyotganini ko'rib, endi biz ham o'zimizning mahallaga, o'zi tanish bilishlarga shunday olib kelib berganmiz.